Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda, bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoro shahrifimizning Galosiyo shahar Buxoro tuman hokimligiga, Buxoro tuman Galosiyo shahriga xush kelibsiz. Mana biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev butun O'zbekistonimizni, barcha viloyatlarini gullar shahriga aylantiraylik. Bizdan obod va ozod vatan qolsin. Ko'kalam zo'rlashtirish, yashil belbog', yashil makon, yashil maydon deb hozirgi kunda obodonlashtirishlarga katta e'tibor beryaptilar. Mana bizning Buxoro viloyat, Buxoro tuman hokimligimizda, hokimiyatimiz yonlarida ham mana shunday obodonlashtirishga katta hissa qo'shyaptilar. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bizning hamisha ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimiz, Buxoro shahar, Buxoro tuman, Galosiyo shahar mana shu hokimiyat yonida mana shunday ko'kalam zo'rlashtirish, obodonlashtirish ishlari olib, hozirgi kunda barcha viloyatlarimizni gullar shahriga aylantiraylik deb bizning mana shu ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimiz qadimiy ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana shunday hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev barcha viloyatlarni gullar shahriga aylantiraylik, ko'kalam zo'rlashtiraylik, yashil belbog', yashil maydon. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro tuman Galosiyo shahar hokimligining ro'parasida mana shunday Agrobank mana hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida. Mana men ham 2018-yil 14-oktyabrda 7% 57 million imtiyozli kreditlar olib, Safiya oilaviy tikuv sexi rahbariman. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yoshlarimizga e'tibor berib, imtiyozli kreditlar berib, band qilish. Mana shu men ham Buxoro viloyat, Buxoro tuman Mustaqillik mahalla 46-uyda yashovchi Ikromova Safiya Murodovna. Mana shu 2018-yil 14-oktyabrda mana shu Agrobankimizdan 57 million 7% imtiyozli kreditlar olib, Safiya oilaviy tikuv sexi rahbariman. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Men fuqaro Ikromova Safiya Murodovna 2018-yil
14-oktyabr 7% imtiyozli kreditlar olib, Safiya oilaviy tikuv sex rahbariman. Mana shunday hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana biz xotin qizlarga katta e'tibor beryaptilar. Mana kam ta'minlangan yolg'iz onalarga, mana shu band qilish, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bilsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizdan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizdan obod va ozod vatan qolsin dedilar. Bizning Buxoro viloyat hokimimiz, tuman hokimimiz, obodonlashtirishlar, Buxoro tuman hokimimiz obodonlashtirishgani Hojiyev Ilhom akalarining hissalari katta. Mana shunday barcha tumanlarimizni, viloyatlarimizni, hamma joylarni mana shunday gullar shahriga aylantiraylik. Mana bu yer Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Galosiyo shahar hokimligi ro'parasidagi Agrobank. Mana shu yerda 2018-yil 14-oktyabr 7%, 57 million 7% imtiyozli kreditlar olib, Safiya tikuv sex rahbariman. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Men Buxoro viloyat, Buxoro tuman Mustaqillik mahallasida Yangiobod 46-uyda yashayman. 2081-yilda meditsina bilim yurtini tugatib, 35 yil Buxoro tuman markaziy shifoxonasida hamshira bo'lib ishlab, nafaqaga chiqqan bo'lsam ham koronavirus pandemiyasida uy hissамni qo'shdim. 2018-yil 14-oktyabr 57 million 7% imtiyozli kreditlar olib, Safiya oilaviy tikuv sex rahbariman. 20-yilda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosiman. 2022-yil 3 avlod uchrashuvida ishtirok etib, 2022-yil 19-mart 3 avlod uchrashuvida ishtirok etib, o'z munosabatim bilan dunyo bo'yicha tarqalib, ijtimoiy tarmoq, jurnalist, axborot agentligi, prezident blogerlari, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning blogerlari. 20-yil O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi. 2023-yil 9-noyabrdan 23-noyabrgacha haj umra safariga borib, hoji ona hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zlari ham qutlug' dargohga borib, biz duogo'y otaxon, onaxonlarning yo'llarimizni ochib, haj umra safarlariga borib xalqimizni duo qilib keldilar. Men ham 23-yil 9-noyabrdan 23-noyabrgacha haj umra safarlariga borib xalqimizni duo qilib keldik. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz.